Kecha biza momajonimni uyiga ko'rgani borgandik. Shu vaqtda bilasizlar, men eski narsalarni kolleksiyasini qilaman. Shuning uchun ham bugun kolleksiyam yanada ko'paydi. Kelinglar shuni obzor qilamiz. Birinchi navbatda shunaqa ajoyib ko'k rangli chashkacha. Bu chashkani eng chiroyli afzalliklaridan biri uning ko'rkamligi, nafis ranglar berilganligi, o'yib qilingan naqshlaridir. Meni aynan mana shu narsalari o'ziga jalb etdi. Shuning uchun ham menga juda ham yoqdi. Ikkinchisi esa shunaqa kichkinagina lagancha. Bu lagancha ajoyib. Buni momam aytishlaricha, rahmatli bobojonim uzoq safarlarida olib kelgan ekan. Buni hech nimaga ishlatmay, aynan shkafchasining ichiga solib qo'ygan ekan. Shunda mening ko'zim tushib, shuni berishlarini so'radim. Momajonim esa jon deb menga berdilar. Ayniqsa buning chiroyli naqshbandi gullari meni o'ziga rosa ham rom etdi. Shuning uchun ham men shunaqa kolleksiyali narsalarni yaxshi ko'raman. Oxirgisi esa shunaqa juda ham katta bo'lgan kosachalar. Mening kolleksiyamda bunaqa katta kosachalar yo'q. Shuning uchun ham men buni momajonimdan so'radim. Bu esa anchadan beri qidirib yurgan va men yoqtirgan sopol tovoqcha. Bu sopol tovoqni men juda ham ko'p qidirganman. Chunki bu haqida men momamdan, bobomdan, yangamdan, o'zimning dadam va ayamdan ham juda ham ko'p afsonalar va turli xil qiziqarli gaplar eshitganman. Buni o'tgan zamonda ham juda ham ko'p odamlar ishlatishgan. Shuning uchun ham menga juda ham yoqdi. Bularning barchasi kecha momajonimdan olgan narsalarim. Endi keyingi videoyimda esa o'zimning eski zamondagi narsalarimning kolleksiyasini sizlarga marhamat etib ko'rsataman. Shuning uchun ham like va obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Xayr!